Salik. Salik. Hozir ushlab olaman, Masha. Voy. Oyi, Ha, suyulmay o'lgur. Ani Rossiyadan olib kelgan xotincha ismini chalayetsam neng demayapsan? О, боже. Mani o'g'lim oti Sardorbek, Sarik emas. oyi jahli chiqmasin, ismni qisqartirib aytish qulayroq-da. To'xtasin aka. To'xtasin aka. To'lik. Yomon tegmadimi? Yaxshi deydi. Mashulya. Uf, jonga tegdilaring. Yana nima bo'ladi, vossan? Ha, oyi Mashani erkalatib shunaqa deyapman. Erkalatib gapirsangiz rost aytganingizni qiladi. Ha, yo'q. Mashinkamidi? Marshrutkамidi? Ha. Mashinik. Borib idishda olani yuvib qo'ying, xo'p? Что? Yulduz konsert qaysi kanalda edi-ya? Нет, давайте Дима Билан. Kim bilan? Nete? Тогда Лепс. Yeps. Menga qara o'g'lim. Mana uni Rossiyadan olib keling. Qo'y qilaylik. Men ham shuni aytmoqchi edim, dada. Quda tomonim tanishgani kelayotgan ekan. Маша. Маша. Мамочка. Menga qara o'g'lim. Mabodo qaynotgan yo'qmi? Nima? U bilan tanish kerak-ku. Хорошо, все будет хорошо.